Assalomu alaykum hammaga hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan HTML CSS bo'yicha 4-darsligimizni o'tamiz. O'tgan darslarimizda matnlar bilan ishlashni o'rgangan bo'lsak, bugun veb saytning, ya'ni yuragi bo'lgan mavzularni ko'rib chiqamiz. Bular boshqa sahifalarga o'tish imkonini beruvchi havolalar va ma'lumotlar tartiblash uchun xizmat qiladigan ro'yxatlar. Ya'ni havolalar deganimda birorta masalan misol qilib aytadigan bo'lsak, 3W School ga kirib olamiz va mana bosgan payti, ya'ni boshqa havolaga o'tadi, ichiga kiradi. Va buni bosgan payti bu, ya'ni boshqa sahifaga o'tadi. Bootstrapni bosgan payti bu sahifaga o'tadi. Ya'ni havoladan havolaga o'tish. Masalan, bitta havoladan bu, masalan shu havola bo'lsa, how to havolasi bo'lsa, Bootstrapga o'tsa, mana shu href deyiladi. Href. Endi href tasavvur qiling, siz masalan katta kompaniyalarda ishlayapsiz va sizga href bo'lmasa, u sizga millionlik zarar olib kelishi mumkin. Endi atributning masalan href saytni ko'radigan bo'lsak, mana hrefni bizga eng muhim qismi bu href qismi. Ya'ni nimaga unday demoqchiman? Hrefga keyingi sahifaga o'tadigan HTMLlarni yoki com yo YouTube ga o'tishlarni, Google ga o'tishlarni, ya'ni shu href joyda qilamiz. Bu joyda emas, ya'ni href joyda. Bu joyga nima qilinadi desanglar, bu joyga prosta nom beriladi. Ya'ni saytga, boshqa saytga o'tish uchun. Masalan, bitta papka ochib olamiz. Papkani nomini href deb ataymiz. Nima bo'ldi? Ishlamadi. href deb nomlab olamiz va kiramiz. VS Code ga kirdim. Birinchi o'rinda indeks ochib olaman. Indeksga kod va bodyning ichiga href, ya'ni hrefni yozaman. Href. Mana bizning kodimiz chiqib keldi. Ya'ni ba'zida yana bitta ko'rsatib o'taman. Hrefni chiqarish uchun ni bossak, boshidagi ni o'zini tanlab olamiz. Enter deb bossak, mana href chiqadi. Endi bu yoqqa nomlanishimiz kerak. Masalan, HTML CSS darslari. Bundan keyingi so'z, hrefdan keyingi so'z bu nomi, ya'ni bosadigan nomimiz. Endi hozir live server qilamiz. Live server qildim men, ya'ni HTML CSS darsliklar mana chiqdi. Endi buni bosadigan bo'lsak, kirmaydi boshqa saytga. Mana index HTML turaveradi. Kirsak kirmayapti. Endi nima qilamiz? Href ichiga dashboard HTML yozamiz. Dashboard HTML. Endi ko'raylikchi ishlarmikan. Endi bosamiz. Cannot get dashboard HTML. Dashboard HTML ni topolmadi deyapti. Lekin biz dashboard HTML yaratmadik. Mana, lekin o'tdi. Saytga o'tdi, lekin dashboard HTML yaratmaganmiz. Endi dashboard HTML yaratamiz. Dashboard HTML. Shuni osonroq qila qolaylik. Ya'ni commentni bosamiz, ko'k yozuvchi qilib bosamiz, enter. Ochildi, kodimizni yozamiz va bodyning ichiga href yozib olamiz, href. Hrefning ichiga endi index HTML kiritamiz va salom o'quvchilar. Va bu yoqqa p ga yozamiz. P
emas h1da saytga kirdi. Bu ya'ni h1 misol tariqasida ko'rsatyapman sizlarga. Endi indeksga kirib bitta live server qilamiz. Va mana HTML CSS darsliklar. Endi buni bosib ko'ramiz. Ana o'xshadi. Saytga kirdi. Endi hozir biz dashboard HTML damiz. Endi indeksga qaytish uchun biz dashboardga, ya'ni hrefga qaytarib indeksda yozib qo'ydik. Endi mana salom o'quvchilar, ya'ni bosadigan bo'lsak, yana indeks HTML ga qaytadi. Va yana indeks HTML dagi hrefni bosadigan bo'lsak, dashboard HTML ga o'tadi. Tushundingiz degan umiddaman. Endi keyingi misolga o'tamiz. Keyingisi yana bitta papka yaratamiz. Papkani nomlaymiz. Papkani nomini UL classlar. UL klasslar nima? Ya'ni klasslar hozir ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Bu yoqqa UL class. Endi HTML da UL tagiga klass berish bu ro'yxatdagi CSS yordamida shakllantirish, dizayn berish uchun eng asosiy qadamdir. Ya'ni mana hozir sizlar kodini ko'rishimiz mumkin. Misol tariqasida. Ya'ni mana UL bu ya'ni UL papkasini ochamiz. Har doim index HTML. Endi body'ni ichiga yozamiz. Bu ham body'ni ichiga yoziladi, ya'ni UL bu hozirlarga tushuntirib o'taman. UL ni ichiga li yozamiz. Ko'p li yozib chiqamiz. Endi live server quramiz. Live server qilamiz. Endi mana UL chiqdi. UL nimaga ishlatiladi degan savol bo'lsa, UL ya'ni header qismi bo'ladi saytning. Endi qaysi saytni ko'rsam ekan sizlarga? Tak. Masalan, Shopify'ning tepasida, ya'ni header qismi bo'ladi. Buni oldingi darsimda tushuntirganman. Header qismida ya'ni UL'lar bir qatorga joylashadi. Ya'ni bu yerda bitta UL bo'ladi, bu yerda masalan bu yerda turadi. Hozir buni sizlarga bitta saytimni ko'rsataman. Ya'ni mana sayt haqida kontaktlar, mana shularning hammasi UL da lilar berilgan. Hammasiga alohida bitta li berilib chiqilgan. Endi UL nimaga? Li ni bildik. Endi li ni nimaga UL qo'ydingiz? UL bu hamma lilarni bitta qilib jamlab beradi. Ya'ni bitta joyga. Agar hozir UL ni yo'q qiladigan bo'lsam, men UL yo'q bo'lsa, UL yo'q. Bitta joyga qolib ketdi. Endi masalan HTML CSS ning o'zida bunga forma beraman desangiz, bu formaga tushmaydi. Ya'ni UL bo'lmasa. UL bu bularni bitta qilib jamlaydi va
formada bo'lishini ta'minlaydi yo'l. Agar yo'l bo'lmasa, formada turmaydi va qiyshiq, bittasi tepada, bittasi pastda bo'lib qoladi. Bugungi mavzuni tushundilaringiz degan umiddaman. Ya'ni liga klass ham bersa bo'ladi. Klassni yanagi darslarimizda va undan keyingi darslarimizda hali ko'p bora tushuntiraman. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar.